Bundan avvalgi videolarda men ibrohimiy dinlar, payg'ambarlar, islom va hadislar haqida umumiy ma'lumot berib o'tgan edim. Izohlarga qaraganda bu yondashuv ko'plab tomoshabinlarga yoqdi. Shu sababli men bu ishni davom etishga va endi boshqa dinlar olamini namoyish etishga qaror qildim. Shunday ekan, bugungi videoda biz hinduizm asoslari haqida o'rganamiz va video qiziqarliroq bo'lishi uchun uni islom bilan taqqoslaymiz. 5000 yillik tarixga ega hinduizm e'tiqod va diniy amaliyotlarning keng va mujmal spektrini ifodalaydi. 610-yilda asoslangan islom esa Qur'on va Muhammadning ta'limoti orqali ma'lum bir e'tiqod va diniy amaliyotlarni taqdim etadi. Dinlar orasidagi bu vaqt farqi hinduizmdagi keng qamrovli teologik va falsafiy murakkablikni va islomdagi nisbatan yangi va shu bilan aniqroq tuzilishni tushuntiradi. Hinduizmning e'tiqodi Trimurti, ya'ni Brahma, Vishnu va Shiva xudolari mohiyatan yaratish, saqlash va yo'q qilishga javobgar degan g'oyaga asoslanadi. Islom dinida esa e'tiqod qat'iy monoteizmga, ya'ni mutlaqo barcha narsa yagona Allohdan ekanligiga asoslangan. Shu bilan e'tiqod masalasi ushbu ikki din o'rtasidagi aniq bir farqlikni ko'rsatadi. Hinduizm e'tiqodiga ko'ra, dastlabki insonlar Brahma tomonidan yaratilgan va tarbiya olgan Manu va Shatarupa. Islom e'tiqodiga ko'ra, birinchi inson odam ato va keyin uning qovurg'asidan Momo Havo Alloh tomonidan yaratilgan. Shu bilan ikkala din ham insoniyat va axloq kelib chiqishi ilohiy ekanligiga da'vo qiladi. Hinduizmdagi eng qadimgi muqaddas matnlar Vedalar bo'lib, ular ko'plab she'riyatlar, marosimlar va falsafiy g'oyalarni taqdim etadi. Islomda Qur'on hayotning barcha jabhalari, ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy sohalar uchun yagona qo'llanmani taqdim etadi. Hinduizmda mandir nafaqat ibodat joyi, balki turli madaniy, ijtimoiy tadbirlar va jamoat markazi sifatida xizmat qiladi. Xuddi shuni singari islomda masjid umumiy jamoat qadriyatlarini aks ettiruvchi ibodat joyi va jamoat markazi hisoblanadi. Hinduizmda pujarilar va islomda imomlar diniy rahbar bo'lib xizmat qiladi. Ular o'z jamoalarini marosimlar, ibodatlar va muqaddas matnlarni talqin qilish orqali yetaklaydi. Ushbu diniy yetakchilar xalqda turli diniy urf-odatlar bo'yicha ma'naviy yo'l-yo'riqlarga ehtiyoj borligini ta'kidlaydi. Hinduizmda puja, xudolarga hadya qilish amaliyoti. Bu amaliyot mahalliy an'analarga qarab har bir hududda bir-biridan farq qilishi mumkin. Islomda namoz, bu muntazam ravishda Alloh bilan bog'lanish maqsadida har kuni bir necha marta o'tkaziladigan sig'inish amaliyoti. Hind urf-odatlarida namaste, men sizdagi ilohga ta'zim qilaman degan ma'noni anglatadi. Islomda esa assalomu alaykum, tinch bo'ling degan ma'noni anglatadi. Bu ikkala salomlashish dindagi shaxslar aro munosabatlardagi hurmat va tinchlikka urg'u berishini aks ettiradi. Hinduizm 1 milliarddan ortiq qizdoshlarga ega bo'lib, ularning deyarli barchasi Janubiy Osiyoda joylashgan. Bu o'z navbatda hinduizm da'vati nisbatan mahalliy ekanligini aks ettiradi. Islom dinining 2 milliard izdoshlari esa global miqyosda tarqalib ketgan. Bu esa islomning turli madaniyatlar va mintaqalardagi keng miqyosli moslashishini aks ettiradi. Hindistonning Varanasi shahri hinduizmning ruhiy poytaxti hisoblanib, muhim ma'naviy ma'noga ega bo'lgan Ganga Arti marosimiga mezbonlik qiladi. Islomda Saudiya Arabistonining Makka shahri muqaddas hisoblanadi va unda har yili haj ziyorati o'tkaziladi. Hinduizmning eng muhim bayramlaridan biri Diwali, yorug'likning zulmat ustidan g'alabasini qadrlash bayrami. Islom dinida esa Qurbon bayram, Ibrohim o'z o'g'lini Allohga qurbon qilishga tayyorligini xotiralash kuni. Ushbu bayramlar mohiyatan bir-biridan farq qilishiga qaramay, ular o'z jamoalari o'rtasida umumiy qadriyatlarni mustahkamlaydi. Hinduizmda rakshasalar kosmik tartibidagi qudratli yovuz mavjudotlar sifatida tasvirlanadi. Bunday ta'rifga o'xshash mavjudotlar islomda shayton, odamlarni yo'ldan uruvchi va shu bilan gunohga yetaklovchi kuch sifatida ta'riflanadi.
Hind dostonlarida Ravana, yovuz ilohlar shohi, nafs va xudbinlikni o'zida mujassam etgan iloh hisoblanadi. Islomda iblis, shaytonlar yetakchisi, itoatsizlik va mag'rurlikni ifodalaydi. Bularning ikkalasi o'zining dinida gunohkorlarni ogohlantiruvchi ramz sifatida xizmat qiladi. Hinduizmda Bhuta, o'lgan odamlarning ruhlari va islomda jinlar, tutunsiz olovdan yaratilgan g'ayritabiiy maxluqlar bu dinlarda ko'zga ko'rinmas va shu bilan inson idrokidan tashqaridagi dunyo borligiga da'vo qiladi. Devi va Deva Hinduizmda ilohiy tartib intizomga xizmat qiluvchi kichik ilohlar. Islomda Alloh hukmini bajaruvchilar farishtalar deb ataladi. Shu bilan ikkala dinlar ham Xudo va odamlar o'rtasidagi vositachi iloh borligini ta'kidlaydi. Hinduizmda apsaralar o'z go'zalligi bilan solih insonlarni yo'ldan uruvchi mukammal ayolsimon mavjudotlar sifatida tasvirlanadi. Islomda hurlar jannatda har bir erkak uchun va'da qilingan mukammal tarzda go'zal ayollar. Bu mavjudotlar qismati bir-biridan farqli bo'lsa-da, ular o'z dinida solihlik va taqvodorlikni eslatish uchun xizmat qiladi. Hinduizmdagi qushga o'xshash afsonaviy mavjudot Garuda ko'plab rivoyatlarda Vishnuning oti sifatida xizmat qiladi. Islomda Buroq Muhammadning tungi sayohatida xizmat qilgan mo'jizaviy mavjudot. Shu bilan bu mavjudotlar ikkala dinda ham ilohiy transport mavzusini aks ettiradi. Hindular o'z marosimlarida mango mevasini farovonlik va sevgi belgisi sifatida dasturxoniga qo'yishadi. Musulmonlar esa Muhammadning suygan mevasi, ajva xurmosini mo'jizaviy deb bilishadi va odatda Ramazon oyida iste'mol qilishadi. Ko'plab hindular ahimsa, ya'ni beozorlik va karma, ya'ni qaytar dunyo ta'limotlariga asoslangan holda har qanday hayvonni iste'mol qilishdan bosh tortadi. Musulmonlar esa odatda cho'chqa va eshakdan tashqari barcha chorva hayvonlarini iste'mol qilishadi. Islom dinida Makkadagi Zamzam qudug'ining suvi shifobaxsh hisoblangani kabi, Hinduizmda Gang daryosining Gangajal suvi muqaddas va poklovchi hisoblanadi. Bu suvlar o'z dinlarida poklanish va ilohiy ne'matlarning ramzi bo'lib xizmat qiladi. Hinduizmda dharma insonni adolatli yashash va ruhiy ozodlikka erishishga yo'naltiruvchi axloqiy, ijtimoiy va kosmik qonunlarni ilgari suradi. Islomda shariat inson hayotining barcha jabhalarini boshqaruvchi huquqiy va axloqiy qonun hisoblanadi. Garchi bu qonunlarning ikkalasi ham inson hayoti bilan bog'liq bo'lsa-da, dharma odatda kosmik istiqbolni namoyish etadi. Shariat esa kundalik hayot bo'yicha batafsil ko'rsatmalar beradi. Hinduizmda yoga murakkab jismoniy harakatlar va meditatsiya orqali ruhiy tafakkur va xotirjamlikka olib boruvchi amaliyot. Islomda zikr Alloh ismlarini qayta tilovat qilish orqali iymon ne'matidan zavqlanish amaliyoti. Ikkala amaliyot ham shaxsiy ruhiy intizomga e'tiborni aks ettiradi. Hinduizmdagi achamana ilohiy kuchga ega bo'lgan so'zlar bilan suv ichish orqali ma'naviy poklikka erishish marosimi. Islomda tahorat namozdan oldin tananing muayyan qismlarini yuvishni o'z ichiga olgan poklanish amaliyoti. Shu bilan bu amaliyotlar o'z dinida poklik muhimligini ta'kidlaydi. Dana Hinduizmda ixtiyoriy ehson berish, saxiylik va fidoyilik tamoyilini aks ettiradi. Islomda zakot majburiy xayriya bo'lib, ijtimoiy mas'uliyatni va kam ta'minlanganlarga yordam berishni o'zida mujassam etadi. Shu bilan ikkala dinlar mehr-oqibat va jamiyatni qo'llab-quvvatlash qadriyatlarini aks ettiradi. Hindular uchun sigirlar poklik, g'amxo'rlik va beozorlik ramzi bo'lib, shu bilan muqaddas hayvon hisoblanadi. Sigirlarning inson hayotidagi yuksak ahamiyati sababli hindular ularga ozor yetkazishni tabiatga qarshi chiqish bilan tenglashtiradi. Musulmonlar uchun Qur'on shunchaki kitob emas, balki Alloh himoyasida bo'lgan hurmat ramzi hisoblanadi va Qur'onga nisbatan har qanday noto'g'ri xatti-harakatlar qattiq haqorat sifatida qabul qilinadi. Hindular samsaraga, ya'ni odam o'lganda uning ruhi boshqa tanada qayta tug'ilishiga iymon keltirishgan. Musulmonlar esa har bir shaxs qiyomat kuni oxirgi hukm uchun qayta tirilishiga iymon keltirgan.
Shu bilan ikkala din ham o'lim oxir emasligini ta'kidlaydi. Hinduizmda inson tanasini yoqib yuborish ruhning tug'ilish, o'lish va qayta tug'ilish sayohatining muhim bir qismi hisoblangan marosim. Islomda tanani yoqish taqiqlanadi va tuproqdan yaratilgan inson tuproqqa qaytishi kerakligini ta'kidlaydi. Hinduizmda svarga, bu solih ruhlar yangi tanada qayta tug'ilishdan oldin vaqtinchalik joylashuvchi mukammal tarzda go'zal va osoyishta makon. Islomda esa jannat, oxiratda musulmonlarga abadiy hayot uchun va'da qilingan mukammal bog'. Hinduizmga ko'ra naraka qizil olov bilan yonayotgan olam bo'lib, unda gunohkor ruhlar qayta tug'ilishdan oldin azob-uqubatlar orqali poklanadi. Islomda esa jahannam qora olovga to'la qorong'u makon, aybdorlarning abadiy jazo maskani bo'lib xizmat qiladi. Hinduizmda hayotdan yakuniy maqsad moksha, ya'ni o'lim va qayta tug'ilish siklidan xalos bo'lish orqali jismoniy mavjudlikni tark etib, iloh bilan birlashish. Islomda musulmon hayotining yakuniy maqsadi berilgan hayot uchun Allohga abadiy ibodat qilish. Umid qilamanki, bu video Hinduizm diniga ma'rifiy ko'prik sifatida xizmat qildi va bugungi kunda har qachongidan ham muhimroq bo'lgan boshqa dunyoqarashga nisbatan yuqoriroq hurmat, ko'proq tinchlik va kamroq adovat muhitini ta'minlaydi. Hey, salom. Men ushbu kanal muallifi Toddman. Videoni ushbu joygacha tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Aytgancha, mening kimligimni bilishni yoki jamoamizning bir qismi bo'lishni xohlaysizmi? Bunday holda mening boshqa ijtimoiy tarmoqlarimga obuna bo'ling. O'sha tarmoqlarda men tomoshabinlar bilan muloqot, kundalik bloglar va tanlovlar o'tkazaman. Sizni tinch qo'ymayotgan savolingiz bormi? Izohlarda qoldirib kanalga obuna bo'ling va kelasi videolarda javobingizni kutib oling.